Shu 3 ta omindan bittasi ota-onasi ikkalasi tirik bo'lib turib yoki bittasi tirik bo'lib turib, ularning roziligini olib, ularning xizmatini qilib, jannatiy bo'lmagan farzand voy bo'lsin holi. Burni yerga chiqarsin. Amin deng ey Muhammad alayhisalom dedi Jibril alayhisalom. Rasululloh amin dedilar. Bir o'ylab ko'raylik-da, o'g'il bolalar bir kunda necha marta gap qaytaramiz? Necha marta mana uni qilib qo'y desa qilmaymiz? Necha marta ularga qarshi bir onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mochontakka solib qo'ying bir narsa. Chunki g'animat. Chunki g'animat. Otalar bilan arazlashib, otalardan o'pkalab, o'zini ulardan olib qochib yurgan farzandlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Modomiki ota-ona tirik ekan, ularning roziligini olib qolmabdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, amin, amin, amin. Shu 3 ta omindan bittasi ota-onasi ikkalasi tirik bo'lib turib yoki bittasi tirik bo'lib turib, ularning roziligini olib, ularning xizmatini qilib, jannatiy bo'lmagan farzand voy bo'lsin holi. Burni yerga chiqarsin.